Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Mizo.com yordamida xohlagan mavzuda shaxsiy repetitor yaratish ko'rib chiqamiz. Bu ta'limda juda zo'r foyda beradi. O'quvchilar uchun mustaqil muloqot olib borib o'tish kerak emas. Ana ochildi. O'sha ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bizga bemalol mana shu oyna ochiladi. Mana akademiya deb qo'ygan. Ya'ni chuqur bilimlarni ham o'zlashtirsa bo'ladi bu chatbot orqali. Ya'ni sun'iy intellekt siz bilan muloqot qilib, shu chatbot bilan muloqot qilib, unga mavzularni o'zgartiradi. Buning uchun biz mana bu chatbotga bosamiz. Xohlasanglar o'zinglar ma'lumot yuklab chatbot yaratsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar shu sun'iy intellekt yordamida xohlagan mavzuni yozib foydalanish mumkin. Sun'iy intellekt yordamida bosamiz. Bu joyga o'sha moqchi bo'lgan o'sha bo'limlar bo'lsa, bo'limlarini yozishingiz mumkin. Masalan, Olimpiada yechish bo'yicha informatika fanidan yarating. Savollar test, taqqoslash, juftliklarni topish hamda masalalarni yechish orqali tayyorlansin. Demak, birinchi bosqich kursdamiz. Universitet dasturlashga oid bo'lgan jumla 9, 10, 11larni tanlasak bo'ladi. 9-sini tanlaymiz. Xohlaganimizni tanlasak bo'ladi. Va bu mana generatsiya qilishni boshladi. Shu ideyalarni bizga beryapti. O'quvchilar dasturlar bo'yicha olimpiada savollari. Birinchisini tanlaymiz. O'qib xohlaganini tanlasanglar bo'ladi. Bu yaratadi. Ozgina vaqt kerak. Yaratgandan keyin bu joyga o'zingizlar rasm qo'yishinglar bo'ladi, nom bersanglar bo'ladi. Dasturlash bot bo'lib turaversin. Va masalan startni bossak, bizda bemalol hozir biz bilan sun'iy intellekt muloqotga kirishadi. Qilganimizda bunga e'tibor berishimiz kerak, chunki bu yerda shu mingtadan oshib ketadi. Mana dasturlashga oid savollar boshladi. Keling bilimlaringizni yo'qotib, birinchi quyidagi pattern kodi nima natija beradi? Va biz bu joyga javobimizni yozishimiz mumkin. Ovozli qilib ham ijro eta oladi. Salom, Ezoza, dasturlash olimpiadasi savollariga tayyormisiz? Keling, bilimlaringizni sinovdan o'tkazamiz. Birinchi savol, quyidagi Python kodi nima natija beradi? Python print 2 javobingizni kutaman. Masalan, o'zingiz tushuntirib bering. Bu haqida bilmayman. Bu mana o'zi tushuntirib berayotgan savol beradi. Savolga javob topa olmasangiz, tayyorlanish uchun juda ham qulay. Va o'quvchilar bilimini sinash uchun ham agar bilmasa, bu savolni o'rganib kela oladi. Mana bu joyda beryapti 2 marta ishlatiladigan explanation operatorlari o'ngdan chapga qarab bajariladi. Demak, avval 3, 2 hisoblanadi, 9 so'ng 9 hisoblanadi. 512 javob, 512 tayyormiz. Keyingi savolga o'tamiz. Ha deb javob berasiz va bu keyingi savolga o'tib ketaveradi. Xuddi shunaqa tartib bu o'quvchi yoki o'sha kim moqchi bo'lsa ta'lim sohasida bemalol foydalanadi. Endi buni qanaqa qilib jo'natishni ko'rsataman. Mana publishni bosamiz va publikka bosamiz, hammaga jo'natish mumkin bo'lsin degan joyini bosamiz va bu publikatsiya qilishni boshlaydi. Hozir bizga tayyor o'yinni ssылкаdan ochadi. Buni bo'lib berishimiz ham mumkin. Xohlashda tanlab foydalanishimiz mumkin. Mana bu joyda bo'lsa agar shuni liderlar jadvali qilib chiqarib beradi. Mana yangi sessiya deb boshlansa bo'ladi. Rasm ham o'zi qo'yib berdi. Bu yerda edit qilsangiz ham bo'ladi. Mana share bossangiz, sizga mana yoki o'qituvchiga yoki o'quvchiga deb berasiz. Xohlaganingizni tanlaysiz. Mana bu o'sha sessiyani o'quvchilar uchun yaratib beradi.
bemalol jo'natadi. O'quvchilarni bilimlarini sinab ko'raverasiz falonchi bosib. Endi buni jo'natish silkasini olishni tanlashimiz kerak. Sal qo'tyapti. Share bosamiz. O'qituvchi uchun. O'qituvchi uchun mana buni silkani kopировать qilib yuboramiz. O'zi QR kod ham berish kerak. Tegishli joyga o'zimiz kerakli bo'lgan joyga saqlab olamiz yoki o'sha o'quvchilarimizga ulashishimiz mumkin bemalol. Edit qiladi. Bitta borligini yozib qo'yamiz. Shuni yozib bo'ladi. Sonini o'zgartirsak bo'ladi. Yana update qilib bemalol o'zgartirishlarni bizdan keyin yana bemalol shu edit yoki beramiz. O'quvchilarga jo'natamiz. Agar mana bu holatda bo'lsa, shu tegadiganini bossak, o'sha mana shu holatga kelganda bossak, biz bemalol buni QR kodini ham olsak bo'ladi. Bizga tayyor QR kod va silkani beradi. O'zimizga kerakli bo'lgan joyga buni saqlab olamiz. Bu silka kerak emas, bizga yangi silka berdi. Shundan foydalanamiz. Va shu dasturlashga oid mana endi qiyinroq mavzu berdim. Imkoniyatlari juda ham cheksiz. Xohlagan sertifikatingizga, xohlagan nimalarga bemalol shu mevzu orqali tayinlansa bo'ladi. 0 dan shu beginner darajasidan 0 dan shu 100 gacha bemalol yordam bera oladi tayyorlanishga. E'tiboringlar uchun rahmat. Bundan ham ro'yxatdan o'tasizlar, shu fiksini tanlab. Men ro'yxatdan o'tganman. Oddiy ro'yxatdan o'tiladi birinchi kirilganda. Akkaunt shu parollar yoziladi.